Assalomu alaykum hurmatli akfachilar. Bugun sizlarga balkonli akfa eshikni qanday tez va oson yig'ish jarayonini ko'rsataman. Balkonni qanday qilib oson va ideal tarzda yig'ish mumkinligini va choklarni qanday mukammal joylashtirishni qisqacha ko'rsatib ketaman. Shu tarzda siz ham o'zingiz shunday qilib tayyorlashingiz mumkin. Balkon choklarini keltirish uchun balkon archalariga kichik samarasida emas, balki katta polvon samarasida ursangiz, qotirsangiz yaxshiroq chiqadi. Mana ko'rib turibsiz, balkonli eshik ham tayyor. Eng asosiysi baland yoki past bo'lib qolmasligi. Men shaxsan o'zim bu masalada qat'iy qarayman, chunki bular arzon eshiklar emas. Klient pul to'laydi, klient ham mehnat qilib pul topadi. Shuning uchun ishonchli, doim va sifatli ishlar bilan oqlash kerak. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Yana shunga o'xshash akfa tayyorlash bo'yicha videolar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.